Yonishini ko'ryapsizlar. Bahom Naqshband hazratni oldiga bir balog'at yetgan yigit kelib, "Hazrat, men kasb tanlamoqchiman. Menga bir tavsiya qiling" desa, "Otangiz qilgan ishni qiling" dedi. Keyin chiqib, "Ha, bu odam otam tanigan unaqa demas edi. Men otam o'g'ri bo'lgan." Keyin bir aylanib ancha vaqtdan keyin keladi. "Hazrat, men bir kasb qilmoqchiman, yo'nalish bering, nima qilay?" Aytadilarki, "Otangizni kasbini qiling" dedi. Keyin "Ha, otam tanigan unaqa demas edi." Yana 3-chi marta keladi. "Hazrat, men bir kasb qilmoqchiman, ayting, bir narsa qilay" desa, "Otangiz qilgan ishni qiling." Chiqadi. O'zi rosa do'rt turgan bo'ladi. "Otam o'g'ri edi. O'g'ri qilaman, sira bashlayman o'xshayman" deydi-da. Xufton namoz ham o'qib bo'lgandan keyin kirib, hech kim yo'q. Bunga o'xshagan gilamni o'rab shunday yelkasiga qo'yib chiqib ketsa, birdan eshik sharoq etib ochilib, bir qirqich odam keladi. Qo'rqib ketadi. Darrov gilamni yozib, shulikka o'rab oladi qasiga. O'sha gilamni ichimda aylanib, devor tagiga qorong'i joyga kelib qoladi. Bunday qilib, bularni ketgachim kutyapti bola. Shunda u kelishadi mehmonlar. Bu mundoq ko'zlar bilan qarab turibdiki, Bahom Naqshband hazrat kelib keladi deb eshitgan. Kelib, ularki shaytonlar bo'lib ekan. Xudoni chil degan o'zi 40 degani, boshqadan 40 ta yer yuzida do'stlari bo'ladi. Insonlar har xil holatda maqomdagi vali do'stlar bo'lar ekan. Ular shaytonlar 40 lar ekan. O'shalar yig'ilib kelib, bu ustozdan maslahat so'rayaptiki, "Hazrat, bizni 40-chi vafot qildi. Endi o'rniga kimni tayinlaylik, kimni tavsiya qilasiz?" deb so'rab turgan holatida bo'layotgan voqea. U kishi aytadilarki, o'sha mazmunda, u chekada xabar kelib turib qaragan yoki gaplashgan joyi yo'q. Xudoning do'stlariga shunaqa bir kashf bo'lar ekan. U chekada qorong'i joyda gilamga o'ralib bir yigit yotibdi. Uni dadasi chiltonlardan edi. Ya'ni Xudoning do'stlaridan. Bu ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni she'rdan she'r tug'iladi. Ya'ni voqeaki bu yigit dadasi kechalari chiqib ketarkanda butun dunyoning turli chekkalarida qiynalgan insonlarga, yordamga muhtoj insonlarga yordam berib, Xudoning roziligini istab yurarkan, ertalab kirib kelsa, kechqurun chiqib ketib, dadam ertalab kelyapti, dadam o'g'ri deb turib, yana gapni qiling, bu odam dadam tanigan unaqa demas edi. O'zing shuncha yil yashab dadang tanimaysan. Ya'ni inson ota bobolari bir ishda qoyim bo'lsa,